billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel âkibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidil murselin ve imamul mücahidin ve ala alihi ve sahabatihi ve men ettebaahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Fekâle'l musannif rahimehullahu teâlâ. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima. Kitabul Cihad. Cihad degan söz cehada, ya cehida degandan kelgan. Ama kelgandan unda mufaala o'zni bilan qilsak, jahada yujahidu mujahadatan va jihadan. Bunda chiqadi. Jihad degan masdar. Masdar bo'lgandan bundan da jahida degan kuchini chiqadi, qattiq kuchli degan bo'ldi. Jihad degan bu ikki taraf bo'lganligini bildirdi. Normal ahvolda ikki taraflikni taqozo qildi-ku, mufaala o'zni. Bu odamda jihad degan so'zi istilohiy ma'noda Allah'ın kelimesini i'lo qilish uchun Alloh taolaning dushmaniga qarshi barliq kuchini chiqarishdan iborat. Qattiq tirishib, kuchashdan iborat. Ya'ni shu jang maydonida urushni ko'rsatadi. Bu istilohiy ma'nosi. Fiqhda hozir bahs qildigan mush jihad atalg'usininki atalg'u jihatdan xos ma'nosi. Jihad degan so'z. Demak, o'sha Kitabul Jihad desa, o'sha jihatdan maqsad qilingani bazlul lusa va taqa liqitali al-a'da li'ala kalimatillah deymiz. Alloh taolaning kalimasini ustan qilish uchun dushman bilan urushdan iborat deymiz. Yani fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qilish. Degan Maliki mazhabining bo'limlarini, bablarni tartiblashda bu Kitabul Jihad, o'sha Kitabul Hajdan kellamunda kelgan o'xshaydi. Shunga biz ma kitobning muallif Maliki o'g'achqa hozirlam bu Kitabul Jihadga kirib ketdi. Ama Hanefi mazhabının kitaplarında, Şafii mazhabının kitaplarında Kitab-ı Cihad sal ahirdirak kıldı. Yani muamalat, ahval-i şahsiye, mesela nikah, talaqdan keyin andın bir yerde ya Kitab-ı Cihad deydi ya ki Kitab-ı Siyer deb ko'rdi. Hanefi mazhabda Kitab-ı Siyer deb ko'rdi. Ya Siyer vel Maghanim degandek, ha? Siyer vel Maghazi bunda ism bilan ataydi. Yani jihadninki bu istilohiy ma'nosi, bu xos ma'nosi. Biz fiqhda şu jihad degan so'zni qilsak, shu Alloh yo'lida jihad qilish urushdan iborat deb tushunamiz-ku. Bu jihad degan so'z mishada shunda istiloh bo'ldi. Lekin islomda jihad degan so'z yani umum ma'noda ishlatilgan ahvollar ko'p. Qur'on hadisda umuman ishlatgan ahvollar jiq. Yani şu shaytonga qarshi, munofiqlarga qarshi, havo havasga qarshi, barliq mashaqqatlarga qarshi inson bir xil tirishchilik ko'rsatadi-ku. Buni jihad deb. Yani bu umum ma'no. Hayat bir xil nimadan iborat? Jihatdan iborat. Innal hayata aqidatun va jihad degan shoirning so'zi. Innal hayata aqidatun va jihad. Demak, shu musulmonninki barliq ish faoliyatlari bir xil mujahidam. Buning qarta kelgan oyat hadislar ko'p. Mesela vajahidhum bihi jihadan kabira. Misha bihi deganni alha mishada naqazi Qur'onga. Yani Qur'on bilan delil, paket, hujjat va do'li qo'yish bilan kafirlarga, ayında İslamga qarshi fikr bilan do'li qo'yib, shu bilan jihad qilgan demak. Yani bu jihadul fikr, jihadul qalam. Delil, hujjat, burhan jihadi ma. Demak, Qur'onda jihadni bunda mazmunda bu ifodaldi. Demak, o'sha jihadan kabira, jihadul kabir degan nima bo'ldi? Tashviq qilish, bayon qilib berish, islomni yetkazish, qalam ko'rish qilish. Alam ko'rishimi buning ichiga kiribdi-da. Alam ko'rishimi bor buning ichida, ma'qul. Endi biz umum deymiz bu. Ama jihadul akbar, jihadul asgharda bo'ldi. Qarajana minal jihadul asghar ila jihadul akbar degan, yani hadis emas u. Va jihadul kabir hozir umum mazmunni o'z ichiga oldi. Qital va mushonshida bor. Do'li qo'yash, munofiqlar bilan munozirlashish, hammasi tashviq qilish mushonshida bor. Rajana minal jihadil akbar ilal jihadil asghar deb Tabuk g'azatidan qaytgan chaqda bunda degan deb rivoyat qiladi. Amaliyotda bu hadis emas. Hadis emas. Shunda bir deyilib qolgan, mashhurlab qolgan, hamma odamning og'zida so'zlanib turadigan mashhur bir so'z hamda. Lekin bu jihadil asghar akbar deb buni ayrishda bu kim dalil qildi buni? Köpünçe qurolliq jihatni buni tashlasak bo'ldi. Buni ammay biz ruhani havo havasga shaytonga qarshi jihatni ma'na tutsak bo'ldi deb jihad qilma deydiganga tashviq qilish uchun so'zni ilib chiqdi.
Ameliyatda bu hadis emas, biz onun mulzam emas. Albatta inson u mujohada qilish hammasi bor, masalan, vajahidum bi jihadin kabira, vajahidu fillahi haqqa jihadi, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا jihad qilishim bor qurollar, mujohada qilish odatda, avoyaz qarishtirish, shayton qarishtirish, taat ibodatlarni o'rindash uchun qattiq tirishchilik ko'rsa, hammasi bor shuning ichida. Umum. Chunki ularda jihadu fi qital a'da da bunda xas demadi-ku, umumni bildirdi. Buni Alloh taolodan anda jihad qilishni yo'l qo'ygan ama. Onkin bular ana asta chetga qilib, unda ish yo'qdi deb ma tasavvuf doirasi bilan dalil qilish mumkin. O'tira tasbih sirab, shu Alloh taolani zikr qilsak, u dushman bilan ilish, buning bilan bizga munosabatsiz ish bor. Ma bakrak muhim, bakrak yuqori martabalik jihad ma'va deb manda ko'rsatdi. Amaliyotda unda emas. Jihad bu zirvati sinamul islom. Tamam? İslamning eng yuqori pallasi. Ma'qul. Minal jihadil asghar ilal akbar debdi. Odat qonuniyat bo'yicha nereden başlash kerak? Asg'ardan akbar qarab mangishing kerak sen. Tuvan palladan yuqori qarab mangishing kerak bo'lganida bo'lsa, jihaddan başla, uningki mujohadatun nafs. Uningki qilgan bo'ldi. Ama şu çağda Rasulullah cihattan qaytib kelgan chaqda başta şu qurolliq jihatdan qaytib kelgan bo'ldi. Başta qurolliq jihadni boshlagan bo'lar buningda. Unda o'niki yuziga dalil chiqqan. Bu bir xil, ya'ni boshqalarni ayanda mayon qarib etishdan iborat. Mujohadatun nafs albatta bu muhim narsa. Lekin islomning unda bir qismiga ishinib, bir qismini tutilgan, bir qismini qaritilgan bu to'g'ri emas. Jahidul kuffara vel munafiqin. Ana munofiqlar Rasulullah qurolliq jihad qilganmi munofiqlik qarashi. Undaqmi? Unda munofiqlar qanday jihad qildi? Beg'lazil qo'l, qattiq gap qilish, uni rasvo qilish, haqiqatan esib tashlash, so'z orqali dekkisini berish, bunda. Demak, shuni rasvo qilish orqali unda jihad qilgan dedi. Demak, bu bir xil jihad. Bu jihadning umum ma'nosini ko'rsatadi. Jihaddan bu bir xil jihad. Endi mana bizning Kitobul Jihadniki hozir mana fiqhdagi bu jihad atalgı etibarı bilan xas atalgı desek, bu faqat lam qital, qurolliq jang qilishni, ilishni bildirdi. Allah'ın kelimesini i'la qilish uchun Allah yo'lida urushdan iborat. Yani Kitab-ı Siyer degan bo'lsa, hepimiz Kitab-ı Siyer deydi. Kitab-ı Siyer nima bildirdi? Siyerga asli sira degan bo'ladi. Rasulullahninki sirasi. Lekin hamda sirada ko'pincha bu g'azvatlar ko'p bo'lgan ekan, g'azvatning tarixini bayon qilish bo'lgan ekan, g'azat tarixida, masalan, g'azat bobi degan tariqada jihad ahkamlarini bayon qilgan siyar. Yoki qo'shin avatish, sayyaral juyush deymiz-ku, bu tarafdan bo'lishi mumkin. Wal qawlul muhitu bi usul hadha al-bab yanhasiru fi jumlatayn. Mushu babning eng ul xarakterlik masalaga qaraydigan bo'lsak, bu ikki narsaga yig'inchoqliqli bo'ldi dedi. Birinchisi fi ma'rifati arkanil harb. Bu jangga munosabatlik arkanlarni tunib yetish. İkincisi fi ahkam amwalil muharibin idza tamallakaha muslimun. Düşmanning mal mulkini musulmonlar qo'lga tushirib qolsa, egolab qolsa, buning hukmi nima bo'ldi deb bunda ikki bab jug'lash mumkin deydi. Yani birinci babda da baysak ve fi hadal cümle fusulun sabah 7 fasl var. Birincisi ma'rifatu hukmi hadihil vazife ve limen talzam. Muş vazifeni yani muş cihad kılıştın hükmü nima? Farz mı? Mustahab mı? Qanday? Bunu bilish. Ve limen talzam qanday kishilarga vacib bo'ldi? Ve thani ma'rifatul ladina yuharabun. Qanday kishilar bilan biz jang qilamiz? Urush qilinadiganlar qaysilar? والثالث معرفة ما يجوز من النكاية في صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز. أهل الحرب desek bu 7-8 xil olsa, bularning har biriga masalan qanchalik zarba bersak bo'ldi? Yani qaysi turga zarba beramiz? Qaysi turga zarba bermaymiz? Ayol kishi o'z zarba bermaymiz. Shunama kichik bolalar, qari cho'rilarga zarba bermaydiq. Masalan, mushuni bilish kerak deydi. Nikoh degan zaxmlantirish, zarba berish degan bo'ladi. Yani yarda qilib, ya o'tirib, yoki zaxmlantirib, ojizlatishdan iborat. Nakal aduwa idza asaba biqatlin aw jarhin fawahana. Var-rabi'u ma'rifatu shurut jawazil harb. Yani bu jang qachonda joiz bo'ldi, buning shartlari nima? Qanday ahvollarda undan joiz bo'ldi? Qaysi shartlar topilsa undan joiz bo'ldi urush deydi. والخامس معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم.
Düşmanla uchrashgan chaqda, rasmiy jang maydoni, janggohda qanchalik dushman bo'lib qolsa, musulmonlarning soni qanchalikka to'g'ri kelib qolsa, qaysi bo'ldi, qanchalikdan eshib kelsa qaysi bo'lmaydi degan bir sanni bilish. Masalan, 10 dushmanga bir musulmon to'g'ri kelib qolsa qaysi bo'lamdi, ya 2 ga birisi to'g'ri kelib qolsa qaysi bo'lamdi, ma'lum bir son bormi yo'qmi? Va sadisu hal tajuzul muhadana, tinchlik kelishimi deydi, muhadan degan. Hudna deymiz. Mesela Rasulullah 10 yıl tinchlik kelishimi tuzdi-ku Hudaybiyada. 10 yil emas urush qilmaymiz deyishdi. Shunga o'xshash aynan muhadana qilsa, urush to'xtatish, jangni to'xtatib turish, urushmay turib turish kelishimi tuzsa bo'lamdi-mi? Vasabiu limada yuharabun. Mush jihad qildiganlar qarshi biz nima uchun jihad qilamiz? Nima uchun urushimiz ashulalar? Bu bak muhim gaplar. Kafir deb bularma shu urushirgan gapmi yoki urushning ma'lum sababini qo'yib urushganmi? الفصل الأول في معرفة حكم هذه الوظيفة. Birinci fasıl muşu vazifenin, cihat vazifesinin ki hükmünü biliş. Muş bir farz ya bir mecburiyet deb qarasak, bunun hükmü nima zade? فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين. Alimlar birdek ittifaq keldi deydi. Bu farz kifaya. Normal ahvaldagi gap ma va? Normal ahvalda farz kifaya debdi. İcma debdi. İlla Abdullah ibn al-Hasan. Abdullah ibn al-Hasan degine şu İmam Abu Hanife'nin zamanındaki bir müctehid alimning birisi. İmam Abu Hanife'den killa vafot bo'lgan. Basraga qozi bo'lgan. Yani Abdullah ibn al-Hasan al-Ambari, qozi al-Basra. Bu odatda fuqahaning qatorida ismi chiqadi emas. İbn Shubrima, Osman al-Batti, Ibn Abi Layla deymiz-ku. Shunga o'xshash olimlarning birisi. Fa innahu qala innaha tatawwu. Yo'q bu tatavvu deb, nafla debdi. Yani farz kifaya deb hukm demabdi. Demak bu hal ijma degan gap asli yo'q bunda. Ijma debdi, ijma degan nima yo'q. Agar shu olimdan naql qilish sahih bo'lib qolsa, mesela bir masalada Abu Hanifa ayrim chiqqan bo'lsa, ya Imom Ahmad ayrim chiqqan bo'lsa, ijma bo'lmaydi-ku. Shu Abdullah ibn Hasan shunga o'xshash emas. Mujtahidlarning birisi. Uning ustiga bir ijma tazqamlashmada degan bir asas. Bu qarash, ya'ni tatavvu degan qarash Ibn Umardan, Atadan, Amr ibn Dinardan, Savridan rivoyat qilingan. Doni nada ijma bo'ldi bu? Ba'zi deb baqish mumkin, bu tatavvu degani boshqalar urushayotgan ahvolda, boshqalar qama bil vojib deydilar. Urushayotgancha sen birib qilishing tatavvu nafl degan bo'lishi mumkin deb bunda sharhlagan balki. Lekin bu tatavvu degani normal ahvolda bu shunda tatavvu deb qaragan bo'lsa, ya'ni hatto ba'zilar uni qilmagan bo'lsa-mu, ba'zi jihad qilmadi deydi. Va normal ahvol. Bu musulmonning diyori, unda besilinmagan, ziyanga uchirmagan ahvoldagi gap. Musulmonlar o'zining diyorida xotirjam turyapti-da. Endi cherdikka ba'zi bir rayonlardagi musulmonlarga ba'zi ziyankashlik qilgan yoki ba'zi bir to'salg'i bo'layotganlar urushib qo'yish masalasi bor. Ammo jihad dafiya qilish yuzdan qilgan jihatda o tatavvu kifoya degan gap yo'q. O chaqda qiladiganlarga farz ayn bo'lib ketadi deyish mumkin. Yani bir jutning bir shaharning doirasiga dushman bostirib kelgan bo'lsa, bu chaqda bu shaharliklarning hammasi jihad qilishi farz ayn bo'lib ketadi. Yani farz ayn bo'ldigan ahvollar bor, bir necha ahvolda. Masalan, jutqa shunda bostirib chiqgan bo'lsa, shu jutliklar hammalar mudofiya qilish uchun jihad qilish kerak. Yani birisi rasmiy janggohda hozir ikki taraf saf tortdi. Hozir 5-10 minut ichida bir asasi urushmoqchi. Bu chaqda bu jihad qilish farz kifoyatda, ama boshqalar qilayotgan men ketay deb ketsa bo'lmaydi. Bu chaqda farz ayn bo'ldi. Bu xuddi nimaga bordi? Firar an zahf. Ya ayyuhallazina idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullah. Yani bir oyat var, la tuwalluhumul adbar. Ikki saf uchrashgan chaqda farz kifoyatda deb ketsa bo'lmaydi. Bu chaqda turish kerak. Unda chaqda ketib qolsa, u farz kifoya qildigan, uni ado qildigan, qiyam qildiganlarni o'masdan bo'lib o'shab ketib qolish mumkin. Chata musulmonlarga o chaqda mag'lubiyat qildi. Yana 3-ahvol imomul muslimin bütün musulmonlarni jihad chaqirgan chaqda istinfarut tam yoki istinfarul am deymiz. Umumiylik, mesela Stalin nima debdikan? 7 yosh 70 yosh oralig'dagi qurol ko'tara oladiganlar chiqsin debdikan qo'sh kun dunyo urushida. Bu istinfarut tam va u oralig'dagi 7 yosh 70 yosh oralig'dagi bira er kishimi uni chiqmay qolmaydigan gap. Bu chaqda shu jihad qilish vojib bo'ladi. Bu shu 3 ahvolda farz ayn bo'lib keladi.
Anda normal ahvalda bu farz-ı kifoya. Farz-ı kifoya degandimi ijmo yo'q. Tatavvo deb qaraganlar bor. Bulamasa İbn Umar'dan Ata, Amr ibn Dinar, Thawri, Abdullah ibn Hasan bularninki xilofa bo'lgandikan, buning bo'ladi muxtalafun fi. İbn Umar'dan birisi Abdullah ibn Zubayrning xilofat davrida urush bo'ldi. Umaviylar urushdi. Hajjaj qo'shin tatib kelib Mekkani bosdi. Shu chaqda biraylan kelib so'radi ekan. Sen Rasulullahning sahabasi turib, sen İbn Umar turib, hozir bunda fitna bo'lavatsa, Alloh taolo va qatilum hatta la takuna fitna davatsa, urushmay o'tiramsa degandan keyin İbn Umar qo'yib, biz Rasululloh bilan billa fitna fasod tugagan qadar urushgan. Qatilna hatta lam takun fitna. Yani fitna degani musulmonlar dindan yanishga zo'rlanadigan, manda bir fitna fasod qilmagan qadar İslam hakimiyeti tiklinib, resmi musulmonlar hukmronlikqa vujudga chiqqan qadar, erkin azod bo'lgan qadar urushgan. Fitna tugagan shu chaqda. Endi hozir sizlar shu fitna bo'lash uchun urushayli deysizlar, deb gap so'qib qo'ydi. Bu musulmonlarning shirk urushda bu, fitna urushi. Fitna fasod qo'zg'aydigan urush. Oyat tiksa, u mushriklar, kafirlar musulmonlarni dindan yenishga zo'rlay oladigan, bunda ahvol qanbas qadar urushing degan oyat. وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Endi uchun jumhur bu farz degan so'zni ekeldi bu yerda. Farz-ı kifoya desimiz farz degan so'zni ekeldi-ku. Nima uchun desa, Alloh taolo Qur'on Karimda kutiba degan so'zni ishlatgan. Kutiba alaykumul qital. Yani birayet lavla katabta alaynal qital deb qo'ygo. Falama kutiba alaynal qital tavallaw. Demak, o'sha yerda farz qilinganligini bildirdi kutiba degan. Farzligini bildirdi. Ve amma kavnuhu fardan alal kifaya. Endi farzligini bildirishni qo'yib bayon qildi, isbotladi. Nima uchun endi farz kifoya dedingiz deganga qarta nima deb dalil keltirib tursa, ani idza qama bihil ba'd saqata anil ba'd. Yani bu farz kifoyaning ta'rifi. Farz kifoyaning ta'rifi idza qama bihil ba'd saqata anil baqin demak. فلقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Müminler birisi qanmay hammasidan jihad chiqishi kerak emas dedi. Unda chiqmasin bo'ldi. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Bu oyatda mu'minlar hammasi jihadga otlanmasin bo'ldi. Bir qismi Allohdan so'ng, bir qismi Rasululloh bilan qilib, dinning ahkomlarini, yangicha vahiylarni o'rgansin. Ondan jihadga borganlar, jihaddan qaytib kelgan chaqda o'tirib Rasulullohdan vahiy o'rganganlar, jihad chiqqanlarga mujohidlarga o'rgatsin. O'rgangan narsalarni o'rgatsin demak. Demak, bu oyatda nafara degan so'z jihadga chiqqanlarga qaratilgan. Ilm talab qilish uchun chiqib, nima qilganlar emas. Ama kapqağalla andın bu ilim talep kılıç qağalla. Şu ilim talep kılıç ama bu cihat diyen nemine işletkili buldu ona. Tefsirde şekil tefsir var. Nefera degenine ama kul bu ilim talep kılıç çıksa, manda qağalla cihat qıysa, bir kısmı ilim talep kılıç mağasa, bir kısmı cihat qılmağası buldu o da manda ama digelli var. Lekin bu aciz qaraş. Güçlü qaraşda mufassirinden. Falavla nefera degen, yani bir görüp mücahidlar cihatga otlansa, qağalla qap qilib ilm o'rgansa bo'lmamda. Endi uni qaytib kelgan chaqda o'rgangan nima mujohidlar o'rgatsa demak. Demak, hozir otlanganlar kimlar? Jihatga otlanganlar. Qap qağilchi ilm talab qilish uchun qap qağil. Endi o'rgatganlarchi ilm talab qilish uchun o'rganganlar endi mujohidga o'rgatadi. Chunki ular jihad qilish otlanib ketgan chaqda Rasululloh o'tgan vahiydan Rasululloh Madina qolgan degan, Rasululloh o'tgan vahiydan va yangi ahkamlardan xabarsiz qolgan. Ular qaytib kelgan chaqda undan buni qilib Rasululloh o'rganganlar o'rgatsa bo'lmamda demas. Bu endi aniq dalil endi bu hammalarning jihadga otlanish kerak emas degan. Farz kifoya degangacha ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس. رسول الله ya 18 qatım ya 20 qatım cihat qatlandı desek, gazatga o'zi bevas chiqdi desek, shu chiqqan chaqda chuqum o'rniga sahabilni tayinlab qo'yib chiqetgan. İzbasar qo'yib chiqetgan. İzbasar olib qolib qolgan sahaba o'sha gunohkor bo'lamdi bunmidi? Buning uchun bu farz kifoya bo'lgan. Hatto Rasululloh ba'zilarini ivatib o'zi Madina qolib qolgan bo'g'o. Undaqki farz kifoyalikning alamati mana shu demak. Fayda ijtamaat hadihi, yani mush delillar bir toplansa, iqtida dalik kavna hadil vazifa fardan alal kifoya. Farz kifoyalikni
aniq mana ifodalab berdi. Taqozo qiladi demak. Bu dalillarning hammasi birlikda farz kifoyalikni bildirdi. Va amma ala man yajibu, qanday kishilarga vojib bo'ldi bu jihad? Albatta bu qanday ahvolda? Farz kifoya holatga ahvolda. Farz kifoya holatga ahvolda. Yani bir qism jihad qilib to'si bo'ldigan ahvolda demak. Fahum ar-rijal erla, normal ahvolda erla, al-ahrar hurla, al-balighun alladina yajiduna bima yaghzun. Jihad qildigan o'zininki chiqimini topalaydiganlar. Çünkü burun ham jihad chiqqanlar al-jihad bil mal va nafs qildi. Hozir ham davlat o'zi o'rlashtirgan bo'lib ketdi-ku. O'zi ot topdi, qurol, dubul savut, bu narsalarni oziq-tulikni o'zi tayyorlaydi. 15-20 kunning safar tayyorligini qilib, safar to'qashlarini yiqib, xoma masalan, talqonlarni elib, ba'zi bir lozimliq gugut masalan, safar ishlagan, qozon qo'mish bu narsalarni jujdab unda atlanibdi. Çünkü Allah Taala vajadu bi amwal va anfusihim. Ya'ni amvalni oldida qo'ydiga, mol-mulklarni qilish muhim narsa bu. Jihad qilish. El-balighun alladina yajiduna bima yaghzun mana. Sahabalar otları va, oziq-tuligi va, iqtisodi va yetishganlar jihadga tayyorlik qilib Rasulullohimiz otlarimiz mana deb hamma narsani tayyorlab, uloqni tayyorlab nima qilsa, uloq, oziq-tulik, qurol tayyorlanmaganlar ko'ziga yashilib yig'lab qolgan. Sura Tavbada bor-ku. Va la alladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Demak, bizning qo'limizda menda etimiz olgan bo'lsa, nimamiz olgan bo'lsa, bizning jihad chiqqan bo'ladi deb asratda yig'lab qolganlar bor. Demak, bu yerda jihadga chiqim qilish masalasi bor. Al-asihha teni sog'lomlar. Teni sog'lom degani hamda qattiqlikqa jihad qilinmaydigan darajada kasal emas. Jihad qilinmaydigan darajada meyip emas. Kasal olib qolsa bo'lsa, bu yerda kasal albatta shu jihad atlansa, o jihadga yaramaydigan kasal. Shu kasallar davomida kasal bo'lganlikdan shunda kasal bo'lsa, jihad qilinmaydi ekan. Ba'zi kasallar bor, shu kasal holatda jihad qila oladigan. Masalan, tirik kasal bor odam qila oladi. Ba'zi bir kasalliklar bo'lsa qila oladi. Va illa az-zamna, zamna degani unda meyip kishilarni. Zamin deymiz. Zamin degan masalan qarg'o, ondan oqsoqcho'loq masalan. Ishkili qo'li kesib ketgan, ya ishkili puti yo'q masalan. Manda odamlar qolsa, bular jihad qilinmaydi. Uning bu vojib bo'lmaydi. Va zalika la xilafa fihi. Mana buningda ixtilof yo'q deydi. لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Amaga gap yo'q, to'kurga hech gap yo'q, kasalga hech gap yo'q dedi. To'kur degan, ya'ni shu jihad qilinmaydigan holat to'ka bo'lsa, to'kaning darajasi bor. Ba'zi to'kal va yomon, dushmanga zarba beradigan to'kalim bor. Bular hozirgi jangda u to'ka bo'lsa-mu, tapanchini, miltiqni atalaydiganlar bor. Saqadamda yomon bo'ldi. وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. Aniq zayiflar, aciz degan, yashinib ketgan, teni bek aciz, Qur'onni ko'tarolmaydigan, maydonda yugurolmaydigan, at uloqqa minolmaydigan, dushman bilan elishamaydigan aciz odamlar, teni aciz ham. Buning ichida yashinib qolganlar kirdi. Marda degani shu jang qilolmaydigan, jangga chiqolmaydigan kasallar. Agar jangga chiqadigan kasal bo'lsa, chiqish kerak. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. Demak bu qurol tayyorlanmaydi ekan. Ular tayyorlanmadi. Jangga safarga chiqolmaydi. Undan keyin bu mayli uning gunohi yo'q. Farzayni olmagan shundan kutilakdanmi mudoafa. Farda ayn bo'lsa, o'chada musulmon qilish kerak. Masalan bir shaga masalan mush Qohiraga hozir Amerika bostirib chiydi desa, mush Qohiradagi cho'ng kichik, to'ng kichik, shu medialarda odam hammasi qo'ldan kelishicha. Çünkü bu jihadninki hammasi hamda shu qattiq dushman bilan kuch chiqarib urishlam emas. Nurg'a ishlab olmasdan unga oziq-tulik yetkazib berish, yordamni o'tkash, ancha-muncha qiladigan ba'zisini qilishdan iborat. Hatto o'sha qo'llama so'zmoqda binasasimi zarburdiga shunga o'xshash. Qo'ldan kelishicha. Wa amma kawnu hadhihi al-faridati takhtassu bil ahrar fala a'lamu fiha khilafan. Bu asosan fuqarolar ittifoq demoqchi ekan. Yani qul kishilarga mushunda jihad qilish farz kifoya bo'lamdi, bu normal ahvoldagi gap mushum. Lekin bostirib chigan chaqda qulni taqib bakrak urusha oladigan bo'ldi odatda. Badani qavol, chiniqqan,
Bunda bo'ldi. Hatta Misrga burunqi mamaliklar bor. Misrda davlat qurgan, o'sha Ahmad ibn To'lundan tortib masalan, Sayfiddin Qutuz, shu Mo'ng'ulni injalda tengan masalan. Sayfiddin Qutuzdan Zahir Bebaris Qozoq. Mushlarimiz mamalik endi bu qulluq vojib bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala normal ahvolda o'sha farz kifoya holati vojib bo'lmaydi. Chunki qul hamda xo'jayiniga xizmat qilish kerak. Xo'jayinning xizmatini tashlab qo'yib yursa bo'lmaydi. Ama farz ayni bo'lib qolsa, o'sha urishadi. Yani xo'jayinning nimasiga dushman bostiribchi deydi. Xo'jayinning qo'rusiga, mol-mulkiga. Shu chaqda xo'jayin shu yerda bostiribchiga dushman bilan urushdi. Nima? Shu chaqda xo'jayin bilan billandin. Shu qo'ruvni, shu doirani, mol-mulkini qo'g'dab o'chaqda shu qullarni urishish kerak. Endi mana yuqorida bir nima qilib qopdi. Amma alaman nejibu degan masala favmur rijal al-ahrar dedi-ku. Rijal degan erlar dedi. Endi ayolli jihad qiz bo'lamdi. Albatta, shu jihad dafada shayg dushman bostirib chigan chaqda ayol kishini qo'ral ko'tirdi deb qaraydi olimlar. Ayol kishini zur tepilgan chaqda qo'ral ko'tirdi. Lekin hamda farz kifoya holatda ayol kishi jihad chiqamdi, yo'q chiqmaydi. Chiqib qolsa, mayli bir bunda bir qisman ahvolda bo'lib, chiqib qolsa mayli Rasululloh bilan birga bir sahoba ayol chiqib belini toza shu belbog'lan bog'lab urushgan sahoba ayoldan birisi bor. Bir sahoba Allohda urushib, keyin Allohga urushdan qochib ketganini shu uttasa qildim shunimi deb turgan chaqda Rasululloh afiyatullohi avsa deb turdi. Allah bu qilsa bo'lmay yetib oshadi Alloh taoloning mag'firati. O'sha ayol jihad qilib ekan. Bundan boshqa jihad qilganlar bor. Ama qil jihad qilmadi desa, yardalni to'shitdi, uni davolatdi, suv masalan oziq-to'liq yetkazib berdi. Mesela Rasulullah'ın Uhud günü şu nimasi zaxmlangan chaqda shu qon to'xtamay axiri Hazrat Ali va qalqonga nima qilib shu akani nima qilsa Hazrat Fatima aka shu paxtini ko'ydirib, shu ko'ydigan paxtini andin qon to'xtamay iqivergan ekan. Axir shu nimaga bosgan ekan, andin to'xtab ekan. Uni jusa shu akaga suvamiz qilib qiz bo'ylab ketib, uni to'xtab ekan. O'sha shu nimaga qatnashgan ayollar yomon jaqimdi. Shu doktorlikni bildigan, sestra, endi uzuqlik yetkazib turgan bunda ahvolda. Ega jihad dafada masalan Rasululloh musulmonlar Madinada Xandak urushida qo'rshavda qoldi-ku. Qo'rshavda qolgan chaqda Rasululloh butun shu qurol ko'taradiganlar, jang qiladiganlar hammasigidek shu nimada Xandak o'rak bo'lgandek bir Xandak desagimda. Şunun qirda o tarafda kafirlar, ma tarafda musulmonlar bo'lgan ekan, shu yerda hamma mudofaa qilib turgan. Bu joyda namoz o'qishga fursat bo'lmay, bunda hozirlar mana shu atlab kelsa, bunda tutishga holatda bunda turib ketgan. Bir kun shunda turgan shunama. Ammo oq tarafdan yahudiylar xiyonat qilib qilishi mumkin deb bu chaqdan Rasulullohning xotirjam bo'lanmay, ayollarni qo'rg'onga chiqib, ashyoda İgiz tamlık qurganda eşyada resmi bekinib turishga tapılab, anda Hasan ibn Sabit radhiyallohu bu urush qilmaydigan sahoba bo'lgan ekan. Hasan ayollar mishada to'g'an. Miyadin adam kelib qolsa bunda tash etinglar, o'qillar etinglar chiqib yaqin kelib tutmanglar. O'zingni qo'ldan deb buyurganda, shular nima qilganda bu ayoldan birisi qarab tursa, bir yahudiza shu. Anda ayollar qilib qolgan ekan, yahudi shunda paylab belki kuşiyasi ayolni o'tiritishi mumkin, ayolni olib ketishi mumkin. Shunda u ham bu ham tamning u tarafidan bu tarafiga mang'ul turganda bu payamlab. O'sha bir chiqil olamdiganda, chigil olamdiganda deb. Qilgan ekan ayollardan birisi Hasan zavod, "Ay Yahudi, men yo'qlab yuriydi, sen bir bilan o'tirayotgan" desa, "Men unda ishni qilmayman, billig'o, men unda adam o'tirishga yaramayman." Shunda o ayol binasini taşatamda bizi taşıtı bu yavru öttürürken. Öttürüp, manın nimasini so'rab ekelmayanga, ya kelgan dubul savab biznesinin kurallarını ya ekep bayansı, onu mu qilolmaydi. Çünkü endi o'ligini ko'rsa, o shoir bak nozik odamkan, endi o'ligini qashqini berishmi bir jur'at talab qildiganmi? O'ligini qo'ldan qashqini qo'ral, balki endi gach quboblam o'tirdi deb qo'rqamda. Shuna bu uni mu qilolmagan bu ayollarni berib, uning quralini nimasini tatib ekildigan. Yani mishada shu ayol o'tadi mana. Jihad dafa bo'lg'achqa. Shu kishi yo'q. Shu qilmasa ya da kishi bo'lmaganiga jihad dafani misoli. Bunda ahvollar zodi ayol kishimi qiladi uni. Jihad
Lekin Hazreti Ayşe so'gan chaqda jihad farz ayn degan ahvolda ayol kishi biz ayollarmi jihad yo'qmi deb jihad qilg'isi kelib ketadi bunda. Chunki jihadning fazilati yuqori bo'lgan ekan, jihad qilg'isi kelib ketib bunda degan ekan, jihadikunal haj debdi. Sizning jihadingiz haj. Ya'ni uning Japonda baklam bir tirishchilik talab qiladigan ibodat bo'lgan ekan, sizning jihadingiz shu haj iborat. Bu farz kifoya degan ahvol. Farz ayn emas. Rasululloh bir jangda bir ayolning o'ldirilganligini ko'rib, ha, ma kanat hadihi li tuqatil. Zaman yoki li tuqtal degandek. Bu bunda jang qilgan nima emas deb. Shunga urush qilgan sahobalarga Rasululloh, Abu Bakr bular ayol kishini o'tamonlar, qarishurni o'tamonlar deb. Ayol kishi urushmagan ekan. Ayol kishi agar muharib bo'lib qarshi urushib qolsa o'tirgan gap. Urushib qolsa, hozir Isroilda masalan ayollarmi shu jangchilik vazifasini o'taydi. O'xshash urushidi. Bu chaqda o'ttasi bo'lgan. O'tamasa musulmon o'tiradi-da. وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها. Yani köpçülük alimlar muşu farzdan şartıdan biri ata-ana ruhsat qilgan bo'lish kerak. Farz kifoya deganga, ama farz aynig'icha ota-onaning bizning shart emas. Mesela ota-onasidan qilishga nimaga shu shayga hozir nima bostirib chiqdi dushman. Hamma xalq shu yerga qarshi turish kerak. Hatta shu ota-onasini qo'yib chiqish kerak uni. Bu chaqda voy balam jim o'tda nima desam, yurib chiqish kerak bu yigit. Farz aynilab ketdi. Yana biri masalan farz ayn o'g'ali hozir ikki taraf rasmiy sap tuzdi. Musulmonlar tuzishimiz deb sap tuzdi. Tuzgan chaqda rasmiy hamda hozir jang boshlandi degan chaqda dadasi telefon qilib balam qaytib kel desa o chaqda ham bo'lmaydi. O chaqda nimaga chirib qoldi? Zalaqatul lazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Yo'q chirib qoldi. Dali farz ayn bo'lgan holatda o chaq ota-onaninki izni shart emas. Normal ahvolda farz kifoya degan ahvolda boshqa vazifani ado qilayotganlar bor, sen chiqmasang boshqalarni qilib turadigan bo'lgan ekan. Bu chaqda ota-onaning nimasi shart. Ota-ona degan balaga ba'zida kuyimchanlik qildimda boshida favqulodda kuyinib ketadi. Balam biz yana zahmat etib qolmas bo'ladi. Endi jihatning umum ma'nosida ilib aytsak, farz ayn bo'lib qolgan ahvollarda qanday? Farz ayn bo'lgan ahvolda umumning maslahati oldin o'rinda qo'yilib qolgan ahvollar. Shunga ota-onasi chiqish kerak dedi qo'ymayatin. Masalan bir shayga shunda bostirib chigan bo'lsa, shu shayni qo'dash uchun u balami chiqdi, ota-onasi chiqdi, hatta ba'zi ayollar chiqdi. Mana illa an takuna alayhi farz ayn mana. Farz ayn bo'lib qolsa, u chaqda boshqa gap. Misal alla yakun hunaka may yaqum bil fard illa bi qiyam al jami'. Masalan shu shayni odam hammasi havdab qilmasa, bir qismi jim yetib olsa, ish qamlashmaydigan bo'lsa, hammalar shu qilmisi bo'lmagan bo'lsa, u chaqda ota-onasi ruxsat qilmasa chiqish kerak. Demak, jihad mutaayyin bo'lib ketib qolsa, ta'til validaynning oldi qo'yildi. Jihad. Nima uchun buning manfaati umum. Hatta ota-onaga manfaati yetadigan holat. Çünkü ota-ona asarat qilmaydi. Yani nima uchun normal ahvolda ota-onaning ruxsati shart deganda? Chunki ota-onaga yaxshilik qilish bir farz. Farz ayn ma. Ota-onaga sillarayim qilish, uning gapini anglab, yaxshi muomala qilish farz ayn. Va bil validayni ihsana. Alloh taolo shirk keltirishdan ta'kidladi va bil validayni ihsana. Fala taqullahuma uffan. Davonga farz ayn bo'lg'achqa normal ahvolda farz ayn, farz kifoyaning oldida turdi. Ya'ni farz ayn bilan farz ayn ikkisi teng gap qoldi deydi haliqdek. Dushman bostirib chiqqancha. Ota-onaga yaxshilik qilishmi farz ayn bo'ldi. Dushman qarshiligi farz ayn bo'ldi. Unda ota-onasi qarshi turma da'tidi. Qanday qilamiz hozir? Ota-onaning gapini anglamadi, qanday qilamiz? O'chada ota-onaning gapini anglamay, jihad farz aynni qilamiz. Nima uchun? Ma'niki manfaati umumyuzlik. Hatta ota-onaga sillarayim qilish mushuk ishida bor. Agar shuni qilsang, ota-onaning asoratda qolmaydi. Wal aslu fi hada, ana mushu masalada asos bo'lgan dalil nima? Ma thabata min sahih hadis, anna rajulan qala li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam inni uridu al-jihad. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men jihad
qilishni xohlaydim dedi. Qala ahayyun validak, sen ataning hayotmi? Sa ha dedi. Qala fa fihima fajahid. Unda bo'lsa, ash ikkisida, ash ikkisining xizmatini qilib, ashuldan xabar olib oldin. Jihad qildi. Meyada fajahid degan so'z hozir xas jihatga kelganmi, umum ma'nodagi jihatmi? Umum ma'nodagi jihat. Bayatimiz degandek, jahidul kuffar val munafiqin va jahidun bihi jihadan kabira. Fafihima fajahid. Demak, ota-onaga yaxshilik qilib, ularning xizmatini qilib, uning holidan xabar olib, tamoq yegizib, bunda qilishni mo jihad deb atadi hozir. Tushunami? Fafihima fajahid dedi. Vaqtalafu fi idnil abawayn al mushrikayn. Ota-ona agar kafir bo'lib qolsa, masalan, ota-onasi kafir ekan, bu bala musulmon ekan. Bu chaqda farz kifoya bo'lgan jihatga ota-onaning ruxsatini olish kerakmi, kerak emasmi? Bunda bir ixtilof bor deydi. Yani ba'zi olimlar bu kafir bo'lgandan keyin ammusim bo'ldi deyish mumkin. Ba'zilar bu ota-ona yaxshilik qilishgan kafir bo'lsa yaxshilik qilish yanada bor. Unda bo'lgandan keyin ruxsatini olish kerak deyish mumkin. Bunda ixtilof bor deb qo'ydi. وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سأله الرجل أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله قال نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا. Yani bir meselemde qarzga bo'g'ilib qolgan kishi jihatga chiqay deb qolsa, jihat deganda o'lan bo'lgan narsamdi. Qarz egisidan ruxsat olish kerakmi? Chunki bu jihat shunday chiqasi, balki ko'pida o'lsa qarzimni ololmay qolaman deb ansiraydi. Ruxsatini olish kerak emas degan masaladanda hadis kelgan. Bir kishi Rasulullohdan so'raydiganda, yani bu hadisni qisqartib aytdim ya. Hadis bunda men jihat qilib nima qilsam bunda jannat tushigizam duo Alloh taolo. Gunohimni mag'firat qilam degan ekan. Albatta sen buni sabiran, muhtasiban sabr qilib, chidab turib, Alloh taolodan ashu savobni umid qilgan holatda haqiqiy ixlos qilib, niyatingni ruslab Alloh yo'l jihat qilsang, Alloh seni jannatga kirgizadi, gunohlaringni mag'firat qiladi degan. Qala na'am. Deb ondan Rasululloh uni qayta so'rab, nimadan bo'yatin deb qayta so'rab keyin eskartib qo'ygan. Shunda agar sabiran muhtasiban muqbil g'ayr mudbir bunda holatni qilsang, kechiruvdi faqatlam qarzni kechirmaydi. Jibril meni boyatin buni eskartib qo'ydi deb uni eskartib so'rab qo'ygan. Chunki qarzningki islomda buning o'rnini cho'ng bo'lgan ekan. Bu bandaning haqqi. Hatta Rasululloh qarza holatda o'lib ketgan sahobaning namozini o'zi tushmagan. Sahobadan so'rab kelsa, buni qarz bormi deb so'raydi. Gadinda qarz bor deb qolsa, sallu ala sahibikum deb qo'ydi. Sizlar o'qinglarmi, o'qimayman. Sahobalarimiz yo'q, buning qarzi men to'lab o'tma bo'ldi. Menga buning qarzi. Mesela Abu Qatada birisinin 2 dinar qarz olsa, men to'lab o'tma ya Rasululloh deb maydonga chiqibdi, endi o chaqda o'qi. Demak bu qarz egisi o'tmaydigan bo'lg'achqa buni endi Alloh taolo o'tmaydi. Chunki qarz so'rashning hukmi nima degan masala chiqdi-ku. Mush bidatda chiqqanda qarz so'rashning hukmi deb chiqmadimi? Ya tafsiri chiqdimi? Hukmi chiqdi. Qarz so'rashning hukmi, masalan, normalda qarz so'z bo'lamdi, bo'lmamdi, qarz olib qolganda degandek bir masala bor. Odatda endi bak zo'rul bo'lmasa qarz olish yaxshi emas. Qarzni qaytaramay o'lib ketish mumkin. Ma'lum sabablar tufayli. Shunga Imom Ahmad zalada ash faqatlam bo'lmagan ahvolim qarz so'magan. Yani faqatlam bo'lmagan ahvol degan hozir biz tasavvur qila olmaymiz uni. Masalan, och qolgan ahvolda qarz so'magan. Yana yalang'och qolgan chaqdan qarz so'magan. Bir qatam bir saboqdishi bu ajab yo'qolib ketdi Ahmad deb chiqishga yo'qolib ketgan ekan, bu uyga borgan. Ishni qaqsa kunduz ham da ishni ochiq qo'yib o'tirgan vaqtda ishni taqoqliq ekanda. Voy ishni ochmamsa, chesam bo'lmaydi. Voy nima bo'ldi unda taloq chiqmaysan, hech kun darsga bormadan deb o'qisa, kiyimim yo'qda. Odatdan burun qilingan undan aytdi. Hadisda yashagan bir tallam kiyim, ikki tallam kiyim bo'ldi. Birisini hamda yub esib qo'ygan bo'lsa, atiganlik kiyaman deb uxlashdan kechida kiyim lozim bo'lganga yetib turib, yublam dedim qilgan bo'lsa, ya shamol ushirib, bo'ron ushirib ketganmi, boshqa kiyimsiz qolgan. Andan bu uydan taloq chiqanmi, o'tgan gap. Voy, mushimi gapmi? Voy, men kiyimni berib turay ya. Desa uni, qarz berib turay desa uni. Ya, biz qanday qilamiz amsa? Sen qanday chiqsa deysan? Axir chora. Mesela bana falan kitapni men ko'chirib bezib qo'yganimsa, shuni ish qilganmiz men bira
deb manda shak qilgan bo'lar. Keyin hamda o gadinda qilish faqat fursat qo'ymagan gap imom. Demak, shakkiga oldi-g'ona. Alki uni qaytarish kerak emas. Qaytaramay o'lib ketib qolsa-mo, o chaqda gadinda binas qilmaydi. Bir xil ehtiyotchilik, boshqalarning minnat yoki gadinda binas qilmaslikqa herisman bo'lashin. Imom Ahmad ibn Hanbalning axloqi. Bunda darajada qarzninki muhim o'rni bor islomda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet qarzning oyati. Ayeti değil. Demek qarzni Allah Teala keçirmeydi o dedi. Ama şu anda bu qarzning egisidan bir ruhsat ilib mashni ko'pchilik olimlar ruhsat olmasin bo'ldi deb qarab. Vel cumhur ala cevaz zalik. Ko'pchilik olimlar mı ya da İmam Ahmad ve Şafii bular agar normal ahvolda bular masalan ba'zi mol mulkini jut qo'yib o'yla aramlari bo'lganda qo'yib jihad qilishga ahvolda mayli. Chunki o'lib ketib qolsa yoki qilib qolgan mol mulki o'yla aramlarining qarzini to'lib olaydi deb qaragan. Yani ruhsat olmasin bo'ldi deb qarab. Albatta ba'zilar ruhsat olmasa bo'lmaydi deb qarab. El-faslu thani fi ma'rifati'llazina yuharabun. İkinci fasılda qanday kishilar bilan urush qilinadi, jang qilinadi. Fa ammallazina yuharabun, jang qilinganlar bo'lsa, fattafaqu ala annahum jami'ul mushrikin liqawlihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Fitna degan so'zmi shada? Mujohiddan ba'zi tabi'ildan kelgan rivoyatda shirk ya kufr deb tafsir qilingan. Shunga asosan fuqaha ittifoq keldi deydi. Nimaga? Bütün mushriklar bilan jang qilindi deb. Amaliyotda bu ittifoq keldi degan gap toza joyida bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hamma mushriklar urushildi deb ittifoq yo'q. Chunki bu fitna degan so'z, mana tafsiri muhim. Fitna degan so'z nima mishada? Shirk kufrmi? Mesela ziminda zodi faqat shirk kufr degani hech narsa qolmagan qadar jihad qilinadi dedimi? Yoki bu fitna degan musulmonlarni izib, dindan chiqishga, islomdan yanishga zo'lab, kafir qilib o'tishga zo'lab, munda qilish, besim, munda zo'ravonlik alta tugangan qadar degan bo'lamdi. Ikkinchisi shu to'g'ri. Fitna degan odatda oyat hadislik esa dindan yandirdigan, chiqarib o'tadigan mushuni fitna deymiz. Şu an Abdullah ibn Umar qatilna ma Rasulullah hatta lam takun fitna. Fitna tuganga qadar biz jang qildik. Makka mushriklari burun bizni qinaytdi, dindan chiqishga zo'rlaytdi, ahadun ahad deytdi billar shunama. Ammar ibn Yasir kelib nima qilgan, shikoyat qilgan, undan duo qilsang Alloh bizni qutuldirsin degan. Shu Rasululloh g'azablanib ketgan shunama. Undan Madinada islom davlatini tikilgandan keyin qo'shin tashkillab zulm qarshi kurash qilgan. Kurash qilgandan keyin u yerdagi besim hamma nima tugab, o'chaqda erkin azoda xotirjamlik bo'lgan, dindan chiqarib o'tilgan besim kuchi qolmagan. Masala shu. Fitna degan so'z bu yerda tafsir qilishni aytib diqqat qilmasak, bunda cho'ng ahkamlarga ta'siri bor. İlla ma ruya an Malik annahu qala Imam Malik dabto la yajuz ibtida al-habasha bil harb. Endi habashani istisno qilibdi. Mushriklarning ichida habashaga qarata biz unga urush boshlamaymiz, bashsa qilmaydi. Wala turklar qaratami urush boshlamaymiz. Lima rawa Imam Malik rivoyat qilgan annahu sallallohu alayhi vasallam qol zarul habashata ma wadaratkum. Imam Malik bunda rivoyatida shu habasha sizlar aytishmisizlar, sizlar ularga aytishmanglar. Yani sizlarni tashlab qo'ysiz, sizlarni tashlab qo'yinglar, qaranlamasin degan tariqada. Yani bir rivayette Türk'ne ne için katıp kaldı ise Abu Davud'nınki rivayetinde Sunan Abi Davud'da var. Da'ul habaşete ma veda'ukum ve trukut Türkiye ma terakukum. Bu Hasan derecelik edisken. İsnadu Hasan. Hatta Şeyh Albani Hasan da bağlıbdı. Ben burun anlayan bazı o trukut Türkiye ma terakukum. Mevdu adismi kitap oylabdı ki. Lekin bu Hasan derecelik edisken. Resulullah'ın diyen sözü deydi mi? Türkü yok boyutu joda. Türkli bağ, Türklerin daha az Resulullah'ın killam dakikada asmandan çıkıp kalgan mı? Uca Fırslı vaattı, Rimlikli vaattı, Habeşli vaattı, Türkli vaattı. Nemiz var? Türkli var, şurada soğuğa bakla şu. Vaqtimizda Türklikdagi mushrik. Ha mushrik. Yani bir adam ne için hem de? Alimler ne için müşahede?
Madisne Hasan deyli. Ha tamam. Hasan bo'lgan ekan, unda bu amal qilingan bir desamda. Nima uchun bunda degan bo'g'itdi desa, Habashlar buliq qarta tutishib qolsanglar. Birinchidan buning diyori bunda dengizga chiqib, unda atlansang bo'ldi. Hozirgi Etiopiya deymiz-ku arabcha. Etiopiya. Dengizga atlanib chiqish kerak. Andan bunda tog' bayavanlar, sharoiti yaxshi emas. Ham bo'limi jang nimasida yomon xalq bu. Shuna bundan gaplashmanglar. Sizga chaqilmasizlar bo'ldi, ularga chaqilmanglar deb aytishmaslikni topilgandi. Ham turk uchun nima uchun? Chunki turk degan jangda intayin qaysar qahramon millat. Turk millati. Urush kelganda buningdagilar yo'q endi. Mashhur. Uning ustiga ba'zi olimlar unda deb biqibdi. Chunki Arabning diyori issiq diyorda. Turkning diyori sovuq iqlimda yashaydi ular. Shu chaqilda masalan shu Irandan va tarafdan tatib Sibiriyagacha yashaydi turklar. Yaşanırken bu soğuk iklim boğanken bu bak cepalıkımda dep onu yengiltip qilgan. Birinchidan bak yaman millat urushdi bak yaman. İkinciden bunun diyarı soğuk boğanken siz onu bulanmaysizlar. İstiqballarning adamlari deb manda kengchilik qilgan debdi. Lekin ma ikkinchi ana bizma ana hatta la takuna fitna degan shirk qilmagan qadar da bunda tushunmay. Yani shu musulmonlar qarta zo'ravonlik kuch, zulm qilmagan qadar deb tushunsak, o çağda tekmesan buldu da. Müslümanlara yetişmişse, İslam'a yetişmemeli. O çağda vazisinden onda tahsis kılıp çıkartış hacetsiz. Eğer Türkler Habeşlikle zulüm kılınırken, Müslümanlar İslam'da yandırış kuşaydıkken, eğitisi o çağda yetiş gerek. Habeş olsun, Türk olsun, İngiliz olsun mesela. Bunda bir eyvallah. Habeş'ten azı Arap dövleti satında. Yok, Arap dövleti satında. Somal Arap dövleti. Eritrea mı? Cahit dövletler bir katlaşkan. Djibouti diyorlar ama Etiopiya Arap dövleti emas. 23 Arap dövletinden birisi emas. Demek bununda ya da şu ayetin düşünüşte ve ittifaqu degan so'z taza emas. Yani unda olsa Rasululloh şu bütün zamonda mushrik degandan birisi qolmagan qadar, kafir degandan birisi qolmagan qadar hammada urushgan degan unda emas. Yani İslam dövletiga jizya to'lasa o'chaqda yana mushriklar yashaydi-ku. Yana yuqorqi munosabatlik bu jihatdan masalan hikmat nima jihatdan? Jihatdan da adam o'ldigan gap, aqsoq sho'la qilgan gap, ama nurg'un nimalar vayron bo'lgan gap. Shunda turg'uliq buni yo'l qo'ydi. Jihatdan maqsad nima zadi? Hikmat nima zadi? Mashru' bo'lishning hikmati nima? Birinchisi, a'la kalimatullah. Allohning kalimasini ustun qilish, hukmron qilish. Bu bir. Ikkinchisi mazlumlarga nusrat urish. Mazlum bichara oyati bor. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. نصرة المظلوم يمولدم. Ondan üçüncü hikmet raddil udvan. Tecavüz olup kalsa bunu müdafaa kılıp qaytırışçı var. Mesela kafeten kema yuqatilunakum kafa. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Mulasılık ayetli yakın. Bunu derece bölünüp yapılganda. Mesela kelimelerle onun bu çağda o hakikat. Muş cihatdan umuman nimese umuman şu uruş arkalık cihat kılışının yol koyuluşunun ki hikmeti nima desa, muşun bunda türlük nesini közde tutup durup ondan yol koyulgan. Bu mesela bakalım Müslümanın öldürülüşüge yol açmaydı da bununla çoğun bir közlengen nişan buluş gerek. Bu uruş kılıç, bu İslam'da onda nima emas. İslam'la bunu yol koygan, İslam'la kuddamda kılıç bilan taqilgan şu uruş qılıplan bunda barlığını tiklip algan haq deb bunda bu bir töhmet. İnnel İslam intaşara bis sayf dedi o. Müsteşriklar ve Hristiyanlar şunu çiğnep turuladı. Emniyette Müslümanlar qilgan urushning ko'pinchisi Müslümanlar qilgan tajovuz qarta qilgan urush. Çünkü başta Mekke'de qanday azabda qanday qishinde keyin ondan Medine'ga borgandan keyin Müslümanlar kuchaygancha udina lillazina yuqatilun bi annahum zulimu deb ondan jihad qilishga ruxsat qildi. Bundan keyin yana bu Ahzab bo'lsin, nurg'un janglarda shu kafirlar suiqasd qildi. Hatta Yahudlar suiqasd qildi, Rasul o'tirish suiqasd qildi. Kafirlardan ahdini buziblam, kafirlardan til biriktirdi. Shu G'azvatul Xandaq Bani Qurayza va Nadirlar shugo
Oyunda ahvallı hatta Rim'nin Resulullah Gazvet Tabuk'a çıktı o. Rimlikla asli nelikli bula. Rimlikla hazırka Türkiye'lik, hazırka Gresyalikler. Bula hazırka Arap Erimanının bosuq iskilini nimish qilmoqchida. Shu Rasululloh shu aşağıdan bostırıp kelgandi ekan, ondan shu yerga oldiga chiqqan. Tabuk g'azoti shu. Yani asos ko'p g'azotlar, Rasulullahning qilgan g'azotlari hammasi shu zulmni qaytirish, mazlumlarni qilish, islom tashviqotiga yo'l ochishdan iborat. Hamma jangda bir nima qilib baqsa, tekshirib baqsa, kafirning tayyorlik qilib tegish qilamiz deb bo'lsa Rasululloh burun atlangan. Yoki ashunda islom tashviqotining yo'lini echish uchun, yoki tajovuzni qaytirish uchun qilgan jihad. Albatta jihad umisna bakkamda oldin o'rin qo'yib, ya hamma zoda bunda qirish kerak, qon to'kash kerak, yo'qotish kerak deydiganlar bor olimlar. Jihadni ikki turga ayirmay, jihad daf va jihad talab. O jihad zoda shunda uqtul mushrikina kaffa, uqtulum haythu wajadtumuhum degandek bunda dalilli ko'rsatdi amaliyotda unda bu dalilni bir-birlab tekshirib mulohaza qilish kerak. Yani umurtan uqatilan nas bu hadislarimiz. An-nas mishada hamma bütün dünyadagi mushrik kafirlarmi yoki ma'lum shu chaqda musulmonlarga indalim qilgan ziyonkashlik qilgan kafirlarmi bir masala. Jihadni ikki turga ayirdi. Jihad-i talab va jihad-i daf. Jihad-i daf degan shu musulmonlarning diyoriga kafirlar besib chiydi. Shu chaqda mudofaa qilish. Ixtilof yo'q. Jihad-i talab degani odatda Amerika aşağı turibdi. Bizga chekilmadi hozir. Bizni o'zimizning ahvolda bu aşağı Amerika qit'asida o'zida shu yashaydi. Biz bakan bir plan aşağıga zoda kafir bo'lganki yo'qotish kerak deb plan berib urishimiz kerakmi yoki unda kerak emasmi? Ma'noda ixtilof bo'lgan masala. Ko'pchilik olimlarning qarashi shu. Jang qilishning sababi kufr emas. Jang qilishning sababi haroba. Bizga dushmanlik qilish. Haroba. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق حتى يطل الجزية يد وهم صاغرون dedi. Ama bir yerde cizye varsa to'xtaymiz go. Demak, endi umumyuzlik urushdan hamma kafirlar maqsad qilinmagan degan bir ma'no chiqadi. Va qatilul ladina yuqatilunakum degan oyat var masalan. Siz urush qilganlar urushinglar dedi. Ama demak bu odamda jihad talab ve cihad-ı daf'da ikki ayırdı. Cihad-ı daf'da da talaş tartış yok. Cihad talabda ondan talaş tartış var. Hazır mı? Alimlerin oturda talaş tartış olayotgan mesele. Cihad talab. Yani Müslümanlar zaten bakarım tuğan aşında nimaligimi bir cihad qilish uchun unda hujum qilish kerakmi, tegish kerakmi degan masala. Yani Rasulullah'ningki qilgan jihadi qarasak, ko'pinchisi kafirlarninki ziyonkashligidan quvdinish, ularninki hujumidan saqlanish, ma taraf ko'z tutganligi aniq chiqadi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.